boshqalar. Artilib to'g'ri mana nasl ishladi. Bo'ldi. Artiladi ustoz. Demak mana pastdagi unaqa. Mana aylandı. Mana sütlari. Demak mana bu blok vitaniyasi mana olib qo'ying. Mana blok vitaniyasi demak mana shu yerda ishlayapti. Bunga taxmin qilasizlar. Demak mana bu maysa zor garajni ham demak ma'mulasi ekan. Asos. Bu fontanniki bu. Buni nima keragi bu? Garaj. Bo'ldi mana. Pul artib popaslar keyin. Demak bu jarayon bo'ldi. Bular ham tutdi demak. Mana nima keragi bu? Bu garajga. Yopilib ochiladi. Ha, yopilib ochiladigan garaj bitta o'shani keyinroq hal qilamiz. Bu ham kerak. Garaj uchun mashina qilib shunaqa bir xonadonda bir aqlli usulda Masalan, mashina bosadi, o'zi ochiladi. mashinadan chiqib ketayotganingizda xabarsan. Pultda demak o'chirib chiqdi. Qanday insonga Galaydi. Siz zamonlarga o'tib ketadi. Shundan ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Mana shu uy sxemasida nimaga sizlar demak bu aytayotganim ularga ham elektrический yo'q. Shunda mana avtomatlar uni demak o'xshatib nima ko'rsatasiz. Mana shunga demak mana. Bu problemasi. Mana hammasini ko'rib oldingiz. Bitta garaj keltiradi. Demak buni uchinchi qari sekin qanaqa olib ketasiz bo'ladi. Imzolari joy bormi, domda emasmi? Hovlidami? Bolalar hali qilsa, men boshqa yordam bermayman, aytib qo'ying. Ishlatib, ko'rsatib, hali qo'yib qo'ying. O'zingizlar bilan hamkorlik ishlash bo'lsa-da bo'ladi. Misol uchun, mana sxemangizni olib chiqsangiz hamma, misol uchun o'la mana sxemada qanaqa ulanishi, shu chiqib ketishi, mana maketga keltirilgan holat, tayyor holat, uyda qanaqa turadi, hozir zamonga mos keltirilgan holda undan qo'yamiz. Biz pul bilan boshqaramiz. Bular ham ishda kerak emas. Ulab ketsak bo'ladi. Qaytadan yaxshi bo'ladi. Olib chiqing do'stlar. Bular qo'shamiz chunki hozir siz qolib ketmaysiz, siznikini ham qilamiz. Birinchi ishni hal qiling. Atrofga ham videoga ovoring o'rtoq. Qizlarimiz ham, guruhlarni ham. Bular tushdi videoga deymiz. Bo'ldi guruhdan ham. Yo'q, yo'q, ovoring.